hurmatli prezidentimiz tarafidan Euronews telekanaliga berilgan intervyuni tahlilini qaraydigan bo'lsak, bu Markaziy Osiyo va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari orasidagi demak aloqalar oxirgi 7 yil ichida keskin o'zgardi va keskin demak rivojlanish dinamikasiga ega. Birgina masalan aytaylik savdo aylanmasini oladigan bo'lsangiz, u 4 barobar oshib, demak 54 milliard dollarga yetgan. Undan tashqari masalan aytaylik birgina O'zbekiston Respublikasini oladigan bo'lsak ham, bizning ham Yevropa Ittifoqi bilan savdo aylanmamiz 2,5 barobarga oshib, mana shu qisqa vaqtning ichida demak 6,5 milliard dollarni tashkil etadi. Masalan, hozirda o'zida O'zbekiston Respublikasida 1000 dan ortiq Yevropa kapitaliga ega bo'lgan korxonalar faoliyat yuritmoqda. Endi bu sammitni umuman tarixiy ahamiyati nima deganingizda, demak eskidan bilasiz, Samarqand shahri bu g'arb bilan sharqni bog'lab turuvchi, ya'ni Ipak yo'lini eng bir durdona shaharlaridan biri bo'lib, bu nafaqat savdo, bu ya'ni madaniy markazlardan ham biridir. Masalan, o'sha intervyuda aytib o'tilgandek, hurmatli prezidentimiz tomonidan qadimda Amir Temur bobomiz ham mana shu Samarqand shahrida turib, Yevropa Ittifoqining mamlakatlarini demak rahbarlari, shohlari bilan munosabatlar o'rnatib, masalan, o'sha savdo sotiqlarni yo'lga qo'ygan. Va mana bir 6-7 asrlar o'tgandan keyin Samarqand shahri yana mana shu hozirgi kunda yangi O'zbekiston davrida yana g'arb bilan sharqni yana qaytadan tiklovchi buyuk bir katta yirik mintaqalarni bog'lovchi shaharga aylanmoqda. Bu sammitda ikkita mintaqa uchun muhim bo'lgan masalalar, dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Masalan aytaylik, Yevropa Ittifoqi biz uchun qanday qiziqishlarni uyg'otadi deydigan bo'lsak, Markaziy Osiyo hozirda 80 million aholisiga ega bo'lgan yoki bo'lsa 450 milliard dollar yalpi ichki mahsulotiga ega bo'lgan bir hududki, bu hudud masalan aytaylik, birgina hududni o'zini qaraydigan bo'lsangiz, 30 masalan milliard barrel neft yoki masalan 20 trillion kub gaz yoki 4000 gigavat quyosh yoki 350 gigavat shamol yoki bo'lmasa aytaylik, mana shu dunyodagi eng katta kritik minerallarni yetkazib beruvchi 20 ta mamlakatlardan eng asosiylari bu Markaziy Osiyo mamlakatlarida joylashgan. Yevropa Ittifoqini ham qaraydigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqi bu biz uchun demak aytaylik 450 million aholiga ega bo'lgan 17 trillion yevrolik va yalpi ichki mahsulotga ega bo'lgan bir yirik hudud va bu hudud biz uchun juda ham katta iqtisodiy imkoniyatlarni ochib beradi.